Atoqli shoir va jurnalist Botu, asl ismi Mahmud Xodiyev, 1904-yilning 15-may kuni Toshkentda tavallud topgan. Boshlang'ich ta'limni eski usuldagi maktablarda olgan bo'lsa ham, oliy ta'limni Moskvadagi Pokrovskiy nomidagi institutning rabfakida 1921-yilda tahsil oldi. So'ngra Moskva davlat dorilfununining iqtisod fakultetida o'qishni davom ettirdi. Botu ijodiy faoliyatini 1920-yillarda boshladi. 1921-yilda Farg'ona gazetasida muharrirlik qildi. 1925-yilda Botuning ilk she'riy to'plami Umid uchqunlari nomi ostida Toshkentda nashr etildi. Keyingi to'plami esa 1929-yilda To'lqin uchqunlari nomi bilan nashrdan chiqdi. She'rlarida millatni rivojlanishiga, ilm olishiga, ma'rifatga chaqiriq yetakchilik qilgan. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida uning ijodi jadidlarning yetuklaridan Munavvar qorining ijodidan ilhom olganligi qayd etilgan. Turkiston gazetasining 1923-yilgi 21-iyul sonida O'rtoq Botu Turkistonga qaytdi sarlavhali maqolasida quyidagilar keltiriladi. Yosh shoirimiz O'rtoq Botu bu yil Moskvadagi birinchi hukumat dorilfununini ishchilar fakultetini bitirdi. Bu fakultet Rossiya o'rta maktablarining birinchisi sanaladi. Qizil Rossiyadagi ishchi dehqonlarning o'rta maktabni bitirgan o'zbek yoshlaridan O'rtoq Botu birinchisidir. 1929-yil 28-avgustda Xalq maorif komissari o'rinbosari etib tayinlanishi ham shu maqsadga dastlabki qadamlaridan edi. Botu tanlangan asarlar Sharq, Toshkent, shuningdek 1930-yilda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining tashviqot-targ'ibot bo'limi boshlig'i lavozimida ham faoliyat yuritdi.